أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Babul İtikafi Bu itikaf kılışniki babudur deyildi. Yani itikaf kılış, itikaf degan gap. Aslida buniki lug'at ma'nosi turish bir yerda bir yerda to'g'anliqniki o'zini nima deymiz uni itikaf deydi lug'at ma'nosi. Yani bir yerda to'xtab undaq turgan ma'nosiniki o'zini uni nima deymiz uni itikaf deymiz. Endi itikaf degan shar'iy ma'no nima desa, itikafniki shar'iy ma'nosi o maxsus bir joydan, yani maxsus bir joyda degan gap, yani masjidda bir adam, yani shar'iy tarafdan belgilangan maxsus bir sifat var. Şu sifatga asosan muayyan bir masjidda o adam men şu niyat qilish orqali men o'sha itikaf qilaman degan o'sha masjidda turman, Alloh buyuribdi ekan, islom dinimiz shariatda buyuribdi ekan degan shu niyat bilan ashta turgan bo'lsa, Ramazon ro'zasi bilan birga, ya'ni Ramazon oyida. Mana buni nima deymiz, uni itikaf deymiz. Ondan keyin itikafniki o'zi masjidda bo'ladi. Shu shar'iy ko'rsatgan muayyan shu qiliqlar va shu qiliqlarni qilish kerak. Onun başka o itikaf qiluvchi adam jazman niyat bo'lishi kerak. Niyat qilmay o adam bu masjidda tursa o bo'lmaydi. Yeni birisiga o adamniki o'zi ro'zada bo'lishi kerak. Ro'zada Ramazonda itikaf qilib, ya'ni ro'za tutish orqali mana shu ro'za tutish bilan birga ashunday nima qilish kerak? Turish kerak. Shu choniki o'zida bu nima bo'ladi, o shar'iy tarafdan bo'lgan itikaf qilish, ya'ni turish o'zini jamiyatdan arib mana shu tavanda keladi. Shu ishlarni qilish orqali o adam masjidda turgan bo'ldi degan gap bo'ladi. Endi bu val itikafu sunnatun muakkadatun. İtikaf muakkad bir sünnettir. İtikafniki o'zi bir ta'kidlangan. Ya'ni ta'kidlangan, uni qilmasa kuchlantirilgan, uni qilmasa qat'iy bo'lmaydigan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana berketgan bir nimadir o, mana odat, o berketgan bir qiliqdir, ya'ni yo'l, sunnatdir. Endi buni nima uchun buni sunnat deymiz desa, mana Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana o'zidagi hayotida mushu bo'lib Makkadan Madinaga hijrat qilgandan keyin mana Ramazon oyiniki o'zida mana davomliq nima qilgandi, o Payg'ambar mana itikaf qilgandi. Endi itikaf qilgan bo'lgandan keyin bu bir sunnat bo'ldi, Payg'ambarning qilgan qilig'i sunnat bo'ldi. Endi davomliq qilgandan keyin o'zining hayotining oxirigacha men davomlashtirgandan keyin bu qiliqniki o'zi bu ta'kidlangan. Yani başka sünnetten muhim bir sünnet ekanligini nima qildi, bildirdi. Yani sünnet muakkada degan yeni bir gapniki o'zida bu vacib degan gap. Ve la yajuzu aqalla min yawmin. Endi bu itikaf qilish endi bu yiliqi bir kundan ozirg'aroq bo'lsa u bo'lmaydi. Yani lug'at ma'nosi itikaf qilish mutlaqo turish dedik ya. Turish degan bo'lgandan keyin bir yerda odam to'xtab, mana turgan bo'lsa, buni itikaf dedik. Undan keyin u odam 5 minut turamdi, 10 minutmi, ya 1 soat, ya 10 soat, 15 soat tursimi, u turgan bo'ladi. Lekin ama lug'at shar'iy ma'noda bir kunduz, ya'ni bir kecha kunduz to'liq 24 soat anidan keyin bu odam niyat qilib, men ashad itikaf qilaman deb masjidda ro'za tutgan holatda bu odamcha turish kerak. Anidan keyin bu nima bo'ladi, o itikaf qilish bo'ladi. Undan az ne bo'lmaydi, o durustçu bo'lmaydi hamda.
Nemişqa deganda, o yanaki itikaf qilishning shartiniki o'zi meni nima qilish degan to'q, ro'za tutish degan to'q. Ro'za degan qanday bo'ladi? Bir kun bo'ladi endi. Bir kun bo'lgandan keyin o shuna itikaf qilishniki o'zi bir kundan, ya'ni bir kundan kam bo'lsa, meni bo'lmaydi deb nima qilamiz unga deymiz endi. Mana bu vacip ro'zada men mushundaq bo'ladi deydi. Ya'ni vacip ro'za. Ya'ni vacip ro'za degan, ya'ni o yerda vacip ro'za nima? Manzur. Men manzur, ya'ni nazar qilgan ro'za bo'ladi bizning ashoblarimizdagi ittifoqi bilan. Mana bu bizniki Hanifi mezhebniki şu katta alimlerinki birlikte kelgan meselesi bilan vacip bo'lgan ro'za bilan anilikin bu adam itikaf qiladi. Vacip bo'lgan ro'za nima? Farz. Vacip yuqori farz bo'ladi. Undan bir adam men jazman palon kun men ro'za tutaman deb bu adam o'ziga, ya'ni muayyan kun yoki ma'lum bir vaqtni bekitdi. Ma'lum bir vaqt hamdi. Bir ay deydi, mesela falan ay demey, ya ki falan ayda dep ne kılıyor, falan günü dep kılıyor, şu rozunun üzerine o adam tutuştaki üzü vacip oldu. Men muşundak rozu bilen anladık bu itikaf ne oldu o duruşçu oldu. Bomuzçu bombaydı, nepli rozu bilen hem bombaydı bu. Hem de bu rozu diyen neyme o dedim, rozu diyen ki neyme, bu itikaf diyen neyme o ise, itikaf diyen cemaatniki mescidi de ro'za bilan va niyat bilan nima qilishdir? Turishdir. Va huwa labsu fi masjidi jama'atin ma'as sawmi va niyati. Ya'ni itikaf degan jamoat bilan namoz o'qiydigan masjidda. Bu itikaf masjidda bo'ladi. Masjid bo'lgan vaqtimizda jamoat bilan o'qiydigan ashundoq cho'ng masjidlarniki o'zida bo'ladi. Shuning bilan birlikda u odam niyat qilish kerak. Ro'zuchu tutish kerak. Mana bu shar'iy deb bo'lgan nima o? Mana itikaf bo'ladi. Bu itikafniki o'zi masjiddan boshqa yerniki o'zida bo'lmaydi. Ma'ni aniq bilib berish kerak. U yerda itikaf, bu yerda itikaf qilaman deb masjidni sirtqi bir yerniki o'zida o itikaf qilsa, o'chaniki o'zida bu shar'iy tarafdan bo'lgan bu nima qilmaydi o bo'lmaydi. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ve entum akifune fil mesacid. Yani sizler mescitle itikaf kılıştırırsınlar. Yani sizler mescitte itikaf kılıştırırlar degen. Yani mescitte Peygamber Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de onu mescitle kayıtkandıkken mescidin başka yerdeki üzere meyli bir toplumda bir salon ya ki bir yerdeki üzere katte itikaf kılış o yerde shar'iy tarafdan durust emas. Ama o'zi men itikaf qilmagan holatda men nima qilaman debdi. O'shan o'zida o odam u yerda turibdi, itikaf niyatida emas. Bir kech kunda yatamdi, nima qilamdi, masalan, xalq to'planadigan, masalan, boshqa Qur'on madris yoki bir narsa o itikaf emas. O o'zidagi lug'at ma'nosi bo'lgan itikafchi bo'ladi endi. Unda bo'lgandan keyin ayol kishi qanday qiladi? Ayol kishi mana akishniki itikaf qilamiz desa, jazman jamoatlar masjidda, jamoatlar namoz o'qiydigan masjidda bo'lish kerak. Ro'za tutish kerak, niyat qilish kerak. Hamda ayol kishi kelgan vaqtimizda ayol kishiniki mana bu masjid chiqishi bo'libmi yosh ayollarniki kunduzlari peshin asrniki o'zida mana bu masjid chiqishi nima emas degandek obdan emas deb qaraydi. Obdan emas deb qaragandan keyin o'chada o'zida bu ayollar qanday qiladi desa, ayol kishi itikaf qiladi uyiniki masjidida. O'ziniki uyining masjidida degan, endi burunqi davrniki o'zida bir odamniki hovlisi bo'lgan bo'lsa, hovliniki ichida ayrim namoz o'qiydigan bir uyni yasaydi. Namoz, chunki namozga bek muhim bir ibodat bo'lgandan keyin farz namozni masjidda o'qiydi, ammo nafla va undan boshqa tahajjud namozlarniki o'zini mana ayrim bir yasagan uyda shu yerda o'qiydi. Sünnet namazın sünnetlerini. Bunun adeti şundaqtı. Şu bo'lgandan keyin şu ayol kishi
Mana şu mescidning o'zida, ya'ni o'zidagi oilasining ichida ayrim yasab qo'ygan bir yaniki o'zida masjidda, uyning o'zida masjidda aytdi. Men ashada cho itkab qiladi deydi endi. Ashada itkab qilgandan keyin bu ayol endi oilaning ichida bo'lgandan keyin sirtga chiqmagan bo'ladi. O'chan o'zida mana ayollarniki bo'lib bu yoz nima kunduzlarniki o'zida sirtqa masjidga yo o chiqishga bo'lmaydi. Endi masjidga chiqishga bo'lmagan yaniki o'zida mana bu yilki kunduzlari yosh ayollarniki boshqa ishga chiqish uchun zarursiz u bo'lmaydi, zaruratsiz. O ayolniki mana eng yaxshi yeri nima bo'ladi? O'zligi uy bo'ladi. Agar o ayolniki o'zi sirtga chiqadigan zarur ish qolgan bo'lsa, oilasining, balvaqillarining yoki bo'lmaydi bir yerda o'qituvchilik amanda bir ish qiladi ekan. O'chani o'zida bu zarurat bo'ldi. Zarurat bo'lgandiki, zarurat ishga asosan qiladi. Ammo u yerga chiqib lag'aylab, u yerga bir qilish mana bu dinimizda degandek nima emas bu dursunuz. Ammo Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning zamonida ayollarni masjidga chiqib shu yerda nima qildi? Itkab qildi. Men Payg'ambarimiz ayollari men Payg'ambarimiz birlikda ash masjidda chedirni qurib nima qildi? U yerda itkabcho qildi endi. Endi ayolniki endi o'ziniki ash oilasidagi masjidida itkab qilgan bo'ldi. Buningda ayollarga nisbatan mu er kishilarga nemani shart qilgan bo'lsak, itkab qiluvchi er kishiga ayol kishiga shu narsani bo'ladi, shart bo'ladi. Mana tövanda bo'ladi. Tövanda deyiladi. Yani er kishiga itkab qilish uchun bir necha shartlar bor. Şu şartni qavaqti o'zida o itkab qiluvchi bo'ldi. Unda o'nkin ayol kishimi o'zining oilasidagi masjidda o ayolning o'zi itkab qilmoqchi bo'lsa, shu shartni o'zi bo'lishi kerak. Ya'ni qanday bo'ladi? O itkab qilgan o'ziniki o'zi yo'q masjidniki namoz o'qiydigan yeri bo'lgan bo'ldi. Uniki roza tutish, roza bo'lgan bo'ldi, niyatchi bo'lgan bo'ldi. O ayol niyatchi qilish kerak. Endi itkab qilgan odam şu o'zidagi itkab qilgan joydan kaskanmas undaq nima qilmaydi, chiqmaydi. Itkab qildim deb, anadagi shundoq masjidda turib, uni lag'aylab, "Voyma ishib ketdi, ayshib ketdi" deb sirtqa undaq bekor chiqishga shu bo'lmaydi. Ammo insonniki bir hojati bor. Hojat uchun chiqsa bo'ladi. O insonning hojati nima? Hojati asli, masalan, tarasim ketibdi, nima tarat qistab ketibdi, tarat erishibdi yoki tamoq yeydigan qo'saq ichib ketibdi. O qo'saqqa ichib ketgandan keyin u odamga birisi yemak ekib beribdi, kiramaydi ekan, yoki o'zi berib uyga akamiz bo'lmaydi ekan. Bundaq bir insonniki hojati asli bo'lib, bundaq bir hojat uchun masalan chiqsa, u nima o durus. Onun bo'ladi, o durus bo'ladi. Yoki bo'lmaydi insonniki bir hojati nimada chiqadi? Jumaga chiqadi. Agar u masjidning o'zi juma o'qimaydigan sal kishi kerak bir masjid qolgan bo'lsa, mana u masjidniki o'zi juma o'qimaydigan bo'lsa, yeni bir masjid, cho'ng masjid juma o'qiydigan bo'lsa, u odam shu jumaga deb nima qiladi? Chiqadi. Jumaga deb shu azon o'qiydigan azroq, ya'ni shu azon o'qishlik o odam u masjidga yetib bordi. Shu muddatda u odam u yerdan chiqadi. O odam shu jumani o'qib bo'lgandan keyin ba'zilar deydi, jumani farzi o'qib bo'lganda yetib kelish kerak deydi. Ba'zilar yo'q sunnatni o'qib bo'lgandan keyin hemen o odam to'masilla yenibchi kelish kerak. Ba'zi odamlar, olimlarimiz shu farzni o'qiblar, o odamniki o'zi mana qanday qilish kerak? Yenib kelish kerak. Sunnatniki o'zini u yerda o'qimay, itikab qilgan masjidida o'qishi kerak deydi. Bekor nima bo'ladi? O'chaniki o'zidan chiqib qolsa bo'lmaydi. Agar o odam hech qanday bir uzursiz, hech qanday bir hojati yo'q, bekor bir zarurati yo'q. Bekor o odam itkab qolgan vaqt o'zida u yerdan chiqib ketsa, kichkina bir muddat, ya 5 minut olmadi, shundan chiqib ketgandan keyin o'chan o'zida bu odamniki o'zininki itikabi buziladi. Itkabchi bo'lmaydi. Men buni nima qilish kerak? Diqqatli qilish kerak. Anda ondan keyin itkab qildim deb bu odam bir itkab kirib ketib, andan keyin bekor chiqib, ayollar bir ko'rib chiqay, ichib pishib ketdi yoki anda olib ketdi deb unda chiqib qolsa, o itikabi buzilib ketadi.
Ama zarur ihtiyoji qolgan bo'lsa, shuni qamdash uchun, o'chan shuni hal qilish uchun, shuni ado qilish uchun chiqsa u bo'ladi. Endi e'tikob bo'yicha odam qanday qiladi? E'tikob qildi degan odamning o'zi shu e'tikob qilishga amalan boshqa amalan ibodatlar mashg'ul bo'ladi. Mana zikr, tasbih, Qur'on o'qish bo'libmi Ramazon oylarining o'zida e'tikob qilib qolsa, mana Qur'on o'qish mushu bilan davomli mushtaqchi o'tadi. Endi bu odamga nisbatan e'tikob qiluvchi odam shu turish makruh. Hech nima o'qimay, men e'tikob qildim deb turishniki o'zi bu makruh ish bo'lgan bo'ladi degandek nima emas. Yaxshi ish bo'lmaydi. Shuning uchun amal bor. O odam zikr, tasbih, Qur'on o'qish, ibodat, namoz, men mushuni bilan nima qilish kerak? Mashg'ulchi bo'lish kerak. Bu odam e'tikob qilgan vaqtning o'zida gap so'z qilib qolsa, faqat mana yaxshilikdan iborat bo'lgan bu gapni cho'q qiladi. Ammo yomonlikqa, yomon gap, masalan, g'aybat, shikoyat, tillash, vaqirash, haqirash deganidek mana bunda bir gapni, gap to'shish, ani gap qilish deganidek bunda bir gapni qilishga bo'lmaydi. Faqat yaxshi gapni qiladi. Gap qilib qolsa-ma, masalan, yanada bir odam bor ekan yoki balvoqlar bor ekan, bir e'tikob qilib qolsa, o'chaning o'zida yaxshi gapni qilib, men Qur'onda Alloh madad dedi, payg'ambar madad dedi deb, men mushu gapni cho deydi. Uni boshqa gapni cho qilmaydi. Endi bu e'tikob qilgan odamga mana qilishga qat'iy durust olmaydigan ishlar bor. Haram bo'ladigan o qavi. Masalan, o odamga e'tikob qildim deb ayol bo'lib qolsa yoki ayoli uyda bo'lib qolsa, o'chaningizda u yerga berib kelib, men bir jinsiy munosabat o'tkazib kelay deb yoki shuni aloqador gap so'z, mana bir ishni qilay desa, e'tikob qilgan vaqtning o'zida mana o odam qat'iy nima emas, durustchi emas. Bu nima? O odamga harom. Endi agar bu odam shu ayol shu e'tikob qilibdi, masalan, ayoli boshqa yerda ikkisi o'tirib parda oladi. Yoki parda olmasmi, shu bir yerda qilib qolgan bo'lsa, e'tikobniki o'zini yo kech kunduzda u qasddan yo unutilib qolib, ashula bir ish o'tib qolgan bo'lsa, o'sha o'zida bu e'tikobi har ikkilasiniki botil bo'ladi. Ya'ni tubdan e'tikob qilmagan bo'ladi. Shuning uchun unda bir ishni cho'q qilmaslik kerak. Endi bir odam o'ziga bir qancha kun men e'tikob qilaman deb bu odam o'ziga shu nima qilibdi? Men bir qancha kun e'tikob qilaman deb o'ziga u odam meni qilishga o'rgatini atgan bo'lsa, o'shaningizda bu odamga shu kunduzniki kechalarmi oqima nima bo'ladi? Lozim bo'ladi. Masalan, u odam debdiki, men 5 kun e'tikob qilaman debdi. Shuna bizning Uyg'ur tilida. 5 kun degandan keyin 5 kun bilan birlikda u 5 kunniki kun degan gap, kun chiqadi, kun patavich bo'lgan orliq, kun bo'ladi. Endi u odam deydiki, men kun degandim, kun degani kunduz degan gap, unda onu ketsa, qilmasam bo'ladi demaydi. Kun qilman, ya 15 kun, ya 5 kun, ya 20 kun men e'tikob qilaman desa, shu kunniki ketsa. Ketsa nima qiladi? Lozim bo'ladi. Ya'ni ketsa men nima qilaman? Kech kunduz 24 soat men e'tikob qilaman degan gap bo'ladi. Masalan, bir kun e'tikob qilaman degan bo'lsa 24 soat zodi bo'ladi. Masalan, 3 kun, ya 5 kun, ya 10 kun, ya 1 oy degan bo'lsa, e'tikob qilaman degan bo'lsa, o'chaningizda shu 5 kun, 10, 15 kun, 1 oy degan oqim tutish kerak. Oqim e'tikob qilish kerak. Ammo orliqda mesela 5 gün qilib, 2 kun e'tikob qilib, 2 kunga ishim chiqib qoldi. Undagi 2 kundan 3 kunni yeni bir ishim tugani yeni bir qo'tash bo'lmaydi. Oqim qilish kerak. Endi bu odam e'tikob qilish jarayoniki o'zida agar kunduzi niyat qilyapti. Men kunduzi nima qilgandim? Kunduzi e'tikob qilishni niyat qilgandim, ammo ketish qilmagandim. Uni niyat qilmagandim desa, o'shan o'zida buni nima deymiz? Tasdiqlaymiz. E'tikob degan shu tong otganda tortib, mana kun o'tuvchi bo'lgan orliq Ramazon emas, men ro'za degan shu bo'lgandan keyin, shart shu bo'lgandan keyin, o'shaniki o'zida
Onu men ketsa emas, ketsa qilmagandim desa, o odamniki uni nima qilamiz tasdiqlaymiz. Ha, u bu nima bo'ladi? Durusubdi deymiz degandek u nima emas, o to'g'richu emas. Endi masalan Peygamber sallamniki mushu yilki o'zursiz masalan sirtga chiqib olsa, meni e'tikofniki o'zi men buzilib ketadi dedik. Endi bu e'tikof nima uchun undaq e'tikof qilmaymiz desa, chunki e'tikof degan gap mana bu odam dunyoniki ishlaridan, dunyoniki qiliqlardan u odam o'zini uzib, mana yeni bir dunyoga, ya'ni Allohga yiqilishni iborat bo'lgan ma ishqa o'zi nimqon uzilgan bo'ladi. Endi odamniki mushu fikr va hokazo ishlarniki ko'pinchisi mushu ko'z bilan ko'rish, quloq bilan anglashidan bo'lgandan keyin uchan o'zi tafakkurdan iborat bo'lgan. Mana yolg'iz ibodat qilishdan iborat bo'lgan bu ishni u odamchi qilolmaydi. Qilolmagandan keyin mana bu e'tikof qilishniki bu tarafdan bo'lgan ma'naviy, ruhiy tarafdan bo'lgan foydasi bakchik. Şu orqali o adam ibodat qilib, yolg'iz ayrim turib, zikr tasbih etib, tafakkur qilib, bo'lgan xato ish, to'g'ri ish nima qildim deb, men mushunda qilib Allohniki meni fazilatini, Allohning bir bor ekanligini mushunda o'ylash orqali o'ziniki iymonini qaytadan nima qilgan gap, kuchlantiradigan gap. Mana tövbe qiladigan gap, istig'for etadigan gap, mana Allohning rahmatini onu so'raydigan gap. Mana so'rash orqali o'zining yeni bir qator ruhiy tarafdan nima qilgan bo'ladi, texniba tozalagan bo'ladi, texniba pokizlagan bo'ladi. Mana shu e'tibor bilan shu e'tikof qilish mana Ramazon oylarininki o'zidan nihoyat nima u katta ish. Shu payg'ambar sallam bo'libmi Ramazonniki oxirgi 10da nihoyat nima qildi? Mana butun ishini nima qilib, shu e'tikofga kirib ketdi. O'zi payg'ambar turib. Peygamber turib, çünkü peygamber Kur'an tushidi, mana boshqa ishlarni ham askar, ham boshqa siyosiy, boshqa ishlar hammani qildi. Shundoq qismi meni payg'ambar sallam shu Ramazonda, mana shu yilniki ichidagi oxirgi 10da e'tikofni qo'lda bermaydi. Unda ondan keyin bu nihoyat beklim bu nihoyat muhim bo'lgan nima bu ibodatdan. Şimdi e'tikofning o'zi, men e'tikof qildim debla, shu odam nima qildi boshlaydi ekan. Shu e'tikof qildim, men niyat qilib nima qilishda masjid boshlagan bilan uni tugutish nima bo'ladi, vojib bo'ladi. Uni tugatmasi shu bo'lmaydi. Agar u odam boshlab qo'yib, men niyat qilib masjid shunday kirib qo'yib, men qilmayman deb bo'lmaydi. Agar qilmayman degan bo'lsa, qazosini shu qilish kerak. Chunki u odamga nisbatan ibodatning o'zi sunnat bo'lsa-mu, Emda qilishdan burun sunnat. Ama qilib bo'lgandaki, gardin shuna boshlab bo'lgandan keyin uchaning o'zida nima bo'ladi, uni tamomlash vojib. Tamomlash bo'lgandan keyin o ishni ozroq boshlab qo'yib, uni tugatmasak-chi bo'lmaydi. Shu Alloh taolo Qur'oni Karimda "Va la tubtilu a'malakum" sizlarniki amallaringni nima qilmanglar? Men shu mazmun oyat ama men sizlarniki amallaringni nima qilmanglar? Batil qilmanglar. Yani qilib bo'lgan amallarni ba'zi kichkina bo'lsa, boshlash bo'lsin, uni tugatinglar. Tugatmay turib, bunu boshlab qo'yib yoki nima qilib, undaqcha tugatib, undaq bir to'xtatib, undaq yo'qchu qilmanglar degan mazmunda meni Alloh taoloninki nima bo'lsa, men oyatchu bor. Shuning uchun mana bu ishniki o'zida mayli nafli deb yoki mustahab deb yoki sunnat deb bir ishni boshlab qo'yganman ham uni tugatmasakchu bo'lmaydi. Bu nihoyat og'ir mas'uliyatchu kelib chiqadi. Shuning bilan bu qatimki mana darsimiz Kitob-us Savm, mana ro'za aloqador bo'lgan. Mana bu kitob hozir nima qildi? Tugadi. Men Alloh taolo hammamizni mushu bilgan, o'qigan, tushungan, mushu ilm bo'yicha amal qilgan haqiqiy taqvo, muttaqi, solih, men mujohidlardan qilsin. Mana din uchun, millat uchun, vatan uchun xizmat qilgan to'g'ri tushunchada, to'g'ri fikrdagi, men Qur'oni Karim, hadis Rasulullohga uyg'un bo'lgan mushu tushunchadagi kishilardan qilsin. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alamin.